Marg'ilon shahridagi 2-sonli sport maktabida Oyama Kyokushinkai-kan karate sport turi bo'yicha O'zbekiston Kubogi musobaqasi o'tkazildi. Unda mamlakatimizning barcha viloyatlaridan mahoratli yakkakurash ustalari ishtirok etishdi. E'tiborlisi, musobaqada respublika va xalqaro bellashuvlarda g'oliblikni qo'lga kiritgan sportchilarning qatnashgani yosh karatechilar uchun mahorat maktabi vazifasini o'tadi. Sportning Oyama Kyokushinkai karate turi bo'yicha respublika kubogi musobaqasi Farg'ona viloyatida tashkil etildi. Ushbu musobaqa juda ham ko'tarinki ruhda o'tkazilmoqda. Ushbu sport turimizga respublikamizning barcha hududlaridan 500 nafardan oshiq sportchilarimiz qamrab olingan. Bugungi musobaqa sog'lom inson, sog'lom millat shiori ostida tashkil etilib, bugungi musobaqamizda g'olib bo'lgan ishtirokchilar noyabr oyidagi Yaponiyada o'tkazilayotgan jahon chempionatida ishtirok etishadi. Ushbu musobaqadan ko'zlangan asosiy maqsad yoshlarimiz orasida huquqbuzarlik hamda jinoyatchiliklarni oldini olishga qaratilgan va bevosita yoshlarimizni bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishdan iborat. 2 kun davom etgan musobaqada g'oliblarni aniqlab olish oson kechmadi. Viloyat chempionligini qo'lga kiritib, respublika bahslarida ham yuqori natijalarni qayd etishni maqsad qilgan o'g'il-qizlar bor kuch imkoniyatlarini ishga solishdi. Ayniqsa Farg'ona, Namangan viloyatlari hamda poytaxtimiz Toshkent shahri vakillarining faol harakatlari muxlis va mutaxassislarning e'tiborini tortdi. Natijalarga ko'ra Shukrona Ahmadjonova, Zubayr Zulfiqorov, Ismoiljon Qambarov, Samandar Abdumannopov va boshqalar g'oliblar qatoridan joy olishdi. Shuningdek, umumjamoa hisobida Ayibjon To'lqinov boshchiligida Farg'ona viloyati jamoasi Shohsupaning yuqori pog'onasidan joy oldi. Namangan 2-o'rinni zabt etgan bo'lsa, Toshkent shahri vakillari kuchli uchlikka yakun yasab berishdi. G'oliblarga diplom, medallar va esdalik sovg'alar topshirildi. Endi milliy terma jamoa safidan joy olgan sportchilar Yaponiya davlati mezbonlik qiladigan jahon chempionatida qatnashib, yurtimiz sharafini himoya qilishadi. Behzod Jo'raboyev, Azamat Hamraliyev yangiliklar informatsion dasturi uchun maxsus tayyorlandi.